Video boshlanishidan avval ogohlantirib qo'yaman, bu videoda qo'shimcha lavhalarning guvohi bo'lmaysiz. Chunki bugun biz so'z yuritadigan mavzu qahramoni o'ziga oid videolarni tarmoqlardan o'chirtirmoqda. Konsert zali sahnasi nega muxlislar o'tirgan qatordan 1 metr balandda? Nega oktagonning atrofi o'ralgan? Nega futbol maydoniga futbolchilar va hakamlardan boshqalar yo'latilmaydi? Chunki sahna va sport maydonida san'at yoki sport tomoshasi ko'rsatayotganlar va muxlislar o'rtasida masofa bo'lishi, muxlis sahna yo maydonga chiqib istagan harakatini qilmasligi, mashhur shaxsning faoliyatiga qiziqishi, uning faoliyatiga muxlislik qilishi, shaxsga daxlsizlik qilmasligi, chegaralarni bosib o'tmasligi bilan bog'liq. Butun dunyoda mashhurlar, xususan futbolchilar alohida protokollar, aniq tasdiqlab olingan shartnomalar, hujjatlar bilan qo'riqlanadi. Ularning shaxsiy hududi, tibbiy va ruhiy holati, xavfsizligi uchun alohida jamoalar ishlaydi. Istalgan odam ularning yoniga yaqinlashib, xuddi bizdagidek hurmatcha qiliqlarini qila olmaydi. Har holda Manchester City, Real, Barcelonada kimdir futbolchilarga bu qadar yaqin bo'lib, ular bilan bachkana videolar ulashib borishiga guvoh bo'lmaganmiz. Bunaqasi faqat O'zbekistonda. O'zbek sportida, xususan futbolida futbolchilar muhofazasi bilan bog'liq holatlarda xalqaro qoidalar unutilganiga ancha bo'lgan. Futbolchilarga hamma oshna, hamma do'st, ularni istalgan joyda ko'rish imkoniyati keng, ular bilan istalgan mahsulotni reklama qilish mumkin. Ularni amallab yo'lini topib, xuddi qorboboni uyingizga chaqirgandek mahallangizga chaqirishingiz ham qiyin emas. Bu ayni kunlarda futbolda Manchester Cityda o'ynayotgan milliy terma jamoamiz a'zosi Abduqodir Husanov bilan sodir bo'layotgan voqealar fonida to'plangan xulosalar. O'zbekistonda muxlislar borki, yo'q. Aniqroq aytsam, shunday tanlangan muxlis borki, u futbolchi bilan birga bitta mehmonxonada tura oladi, bitta avtobusda yura oladi, bitta samolyotda ucha oladi va bu imkoniyatlar chegarasizlikdan foydalanib, daxlsizlikni unutib, futbolchilarni yo'q deya olmaydigan sharoitga tushirib, surbetlarcha ular yuzi orqali o'zining yashirin reklamalari bilan ijtimoiy tarmoq uchun kontent oladi. O'zbekistonning xalqaro o'yinlarida futbolchilar bilan samolyotda uchayotib ham bir necha mahsulotini reklama qiladigan ham, ular bilan bir mehmonxonada yashab, hatto yotog'ida futbolchilarga shokolad tarqatib yashirin reklamadan foydalanadigan ham, har uchrashuvda o'ziga berilgan vakolatlarni suiiste'mol qilib, u yoki bu mahsulotni sportchilar orqali reklama qilib olishga urinadigan ham aynan O'zbekistonda. Chunki boshqa davlatlarda bunday arzon PRlarga ruxsat berilmaydi. Aksincha bunday odamlar yoki blogerlar, ularga reklama bergan kompaniyalar ham futbol tashkilotlari tomonidan bir necha millionlik jarimaga tortiladi. Faqat bizda emas. Abduqodir Husanov haqida ko'p gapirdik. Hamon bu futbolchi atrofida bo'layotgan voqealarni tahlil qilishyapti. Uning Eronga qarshi ko'rsatgan o'yini haqiqatda kutilmagan bo'ldi. Hech kim Manchester City a'zosi o'yinda O'zbekiston terma jamoasining eng yomon o'yinchisi bo'ladi deb o'ylamagandi. Hatto Eron bilan o'yinda ayrim epizodlarda Husanovdagi konsentratsiyaning qochishi oqibatida O'zbekiston terma jamoasi gol o'tkazib yuborgan ham bor gap. Albatta, odatda xorijiy klublarda o'ynaydigan futbolchilar milliy terma jamoa uchrashuvlariga kelganda xalqaro shartnomalari, u yerdan keladigan daromadlarni o'ylab, jarohat olmaslik uchun ham o'zini qiynamay o'ynash haqida gaplar yuradi. Bular ba'zan o'z isbotini topgan ham. Biroq Husanovga hozir bu kerak emas. Husanov hozir har o'yinda, u qayerda bo'lishidan qat'iy nazar o'zini ko'rsatadigan sharoitda. Faqat bunga jismoniy imkoniyatlari yo'l bersa bas. Eron bilan uchrashuvdan keyin Husanovdek futbolchi Manchester City a'zosi nahotki shunaqa ko'p xatolarga yo'l qo'ysa, nega u o'ziga o'xshamayapti degan savollar o'rtaga tashlandi. Bu oddiy muxlisning emas, mutaxassislarning ham fikri edi. Ha, Husanov ham xato qiladi. Qachonki futbolchi keragidan ortiq ruhiy yuklamalar olsa, o'zi ishtirok etish kerak bo'lmagan davralarda ko'rinish bersa, hamma u bilan suratga tushsa, hamma uni o'rab olsa, istagan odam uni videoga olsa, u bilan kontent tayyorlasa, Husanov jahon chempionati saralashidek muhim davrda atigi bir necha kungagina Toshkentga kelganida futboldan boshqa hamma narsa bilan shug'ullangandek go'yo. Masalan, u Toshkentda bo'la turib 17-mart kuni Qirg'iziston bilan o'yin oldidan o'tkazilgan mashg'ulotda qatnashmadi. U o'sha kuni shaxsiy oilaviy tadbirda edi. Libos tikuvchining ham kontentida Husanov, Navro'z bayramida ham Husanov, to'ylarning videosini oluvchilar lavhasida ham Husanov. Garchi bu uning shaxsiy oilaviy marosimi bo'lsa ham,
Sartaroshning chiqishida ham Husanov, blogerning videosida ham Husanovni to'satdan uchratish, u bilan suratga tushish va biror narsasini reklama qildirib olish oson bo'lib qoldi. Qadri qolmadi. Xo'sh, Husanovning bu darajada daxlsiz bo'lib borayotganiga sabab nima? O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi degan tashkilot istalgan insonni terma jamoa mehmonxonasiga o'z uyida yurgani kabi kirib chiqishiga qarshilik qila olmasa, lavozimiga ko'ra faqat tribunada futbolchilarni qo'llab-quvvatlashi kerak bo'lgan shaxs aeroportda terma jamoaning asosiy figurasini kutib olsa, u bilan mashinada, avtobusda yursa, kontentlar olsa, reklamalarida futbolchining feysidan foydalanib, uning shaxsiy imijini hurmat qilmasa, bunday holatlarda Husanov ham xato qilishi. Husanovdan ancha nomdor bo'lgan top ustalari ham o'yinda o'ziga o'xshamasligi turgan gap. Fozilovning aytishi bo'yicha futbolchining aeroportda kutib olinishini shaxsan Abduqodir Husanovning otasi Hikmat Hoshimov iltimos qilgan. Hikmat Hoshimov ham buni qalampiruzga tasdiqladi. Fozilov o'z tanishlariga pul to'lab Husanovni aeroportda umumiy zaldan VIP zalga o'tkazgan va aeroport eshigigacha mashina kirishini ta'minlab Husanovni uyi tomon olib ketgan. Shu o'rinda yana savol tug'iladi. Nega Hikmat Hoshimov butun boshli assotsiatsiya nazorat qilishi va bajarishi kerak bo'lgan ish bo'yicha oddiy muxlisga iltimos bilan murojaat qilyapti? Bu O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi uchun sharmandali holat emasmi? Qanday qilib O'zbekiston terma jamoasini jahon chempionatiga olib chiqish uchun Manchesterdan Toshkentga kelgan futbolchining kutib olish ishlarini butunligicha oddiy muxlisga ishonib topshirish mumkin? Fozilovning O'zbekiston futbol assotsiatsiyasidagi vazifalariga o'zi nimalar kiradi? Ma'lumki, Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA o'z ustavlarida futbolchilarning terma jamoadagi faoliyatiga oid tegishli bandlarni kiritib qo'ygan. FIFAning milliy terma jamoalarga oid qoidalari futbolchilarning yig'inlar va rasmiy uchrashuvlar davomida qayerda va kimlar bilan bo'lish masalalarini tartibga soladi. Ushbu qoidalarga ko'ra futbolchilar yig'inlar va o'yinlar davomida terma jamoa murabbiylari va ma'muriyati tomonidan belgilangan joylarda bo'lishlari talab etiladi. Bu odatda mehmonxonalar, mashg'ulot maydonlari va stadionlarni o'z ichiga oladi. Futbolchilarning yig'inlar davomida shaxsiy tashriflar yoki jamoa faoliyatidan tashqari uchrashuvlar o'tkazishi cheklangan bo'lishi mumkin. Bu esa jamoa intizomi va tayyorgarligini ta'minlashga qaratilgan. Futbolchilarning yig'inlar davomidagi faoliyati va intizomi Milliy futbol assotsiatsiyasi tomonidan belgilangan ichki qoidalar va FIFAning umumiy reglamentlari asosida tartibga solinadi. Bu qoidalar futbolchilarning tayyorgarligi, sog'ligi va jamoa natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatish maqsadida ishlab chiqilgan. FIFAning milliy terma jamoa futbolchilari uchun belgilangan qoidalariga ko'ra, klublar o'z futbolchilarini xalqaro o'yinlar va yig'inlar davomida terma jamoa ixtiyoriga taqdim etishlari shart. Bu davrda futbolchilarning qayerda va kimlar bilan bo'lishi terma jamoa rahbariyatining nazoratida bo'ladi. FIFAning rasmiy nizomlarida bu masalalar batafsil yoritilgan. Regulations on the Status and Transfer of Players nomli nizomda bu haqda batafsil keltirilgan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi yuqorida keltirilgan ayrim bandlarga, ya'ni futbolchilarning, e'tibor bering, bu davrda futbolchilarning qayerda va kimlar bilan bo'lishi terma jamoa rahbariyatining nazoratida bo'ladi degan bandga amal qilmadi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi oddiy futbol muxlisiga bloger ta'bir joiz bo'lsa, o'sha bloger orqali boshqa blogerman deganlar, futbolga yarim gram ham aloqasi bo'lmaganlarga Abduqodir Husanovni bemalol kutib olish, futbolchilar turgan mehmonxonaga kirib, ularni yetarlicha bezovta qilish va kontentlar olishga qarshilik ko'rsatmadi. Aksincha sharoit yaratib berdi. Bu Ravshan Ermatovni ham, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasidagi boshqa janoblarni ham bezovta qilmadi. Yuqorida aytganimdek, Husanovdan hamma foydalandi, reklama oldi. Uning sochini tekislab qo'ygan sartarosh ham, unashtiruv marosimini suratga olgan video kompaniya ham, bozori chaqqon bo'lishi uchun kimdir unga soat sovg'a qildi, kimdir PlayStation, hatto yangi avtomobiliga benzin qo'yib berganlar ham uning otasi, ukasi mashinasi bilan video oldi. Hech kim ularga o'chir kamerangni demadi, yoqib tushdi. Xo'sh, Husanovga agar ularga tekinga xizmat ko'rsatgan, tekinga sovg'a bergan yoki tekinga benzin qo'yib bergan taqdirda ham Abduqodir bularni o'z puliga ola olmaydigan sharoitdami? Aksincha, o'sha $1000 soatni tekinga olganidan ko'ra uning reklamasida rasman suratga tushib berishi qimmatroq turadi. Yoki baxtli kunini rasm va videoga olib berganlar aslida uning shaxsiy tadbirini ijtimoiy tarmoq orqali e'lon qilib, shaxsiy daxlsizligi bo'yicha
qoidalar, mavjud xalqaro qonunlarni buzayotgan bo'lishi mumkinligini bilarmikin? Tan olaylik, shu joyda hamma o'zini o'yladi. Hech kim bu vaziyatda Husanovning shaxsiy imidji haqida bosh qotirgani yo'q, hatto unga eng yaqinlar ham. Gap so'zdan juda tarbiyali, andishali yigitga o'xshaydigan 21 yoshli Abduqodir Husanov hech kimga rad javobini bera olmayapti. O'zi umuman milliy terma jamoadagi futbolchilar ham, boshqa sportchilar ham, xususan Olimpiada o'yinlari ishtirokchi va g'oliblari ham atrofida izg'ib yurgan, qaysi eshikni ochsa o'sha yerda kanadek vizillab kirib kelayotgan ayrim kimsalarga yo'q deya olmayapti. Ularni sport oilasining o'ta vakolatli shaxslaridan biri sifatida ko'rmoqda. Husanovning O'zbekistonga kelishi, kutib olinishi va unga bo'lgan tashqi ta'sirga to'xtalsak, bu borada Qalampiruz doimiy hamkori Telegramdagi Samvel Karlenovich sahifasi bilan ba'zi jihatlarga e'tibor qaratdi. Jumladan tadbirlar blogerlarning o'yinchiga salbiy ta'siri haqida misollarni to'pladi. Mart oyidagi terma jamoa yig'inida Abduqodir Husanovning Eronga qarshi o'yindagi past ko'rsatkichi muxlislar uchun kutilmagan holat bo'ldi. Manchester City safidagi futbolchi maydonda o'zini namoyon eta olmadi. Bu holatni yaxshiroq anglash uchun uning bir haftalik faoliyatini zamonaviy sport psixologiyasi tadqiqotlari bilan qiyos qilamiz. Tadqiqotchilarning xulosasiga ko'ra, futbolchilar jamoat ishlariga ko'p vaqt ajratsa, bu ularning tiklanish, uxlash va davolanish imkoniyatlarini keskin kamaytiradi. Bu holat jarohat xavfini va jismoniy pasayishni kuchaytiradi. 17 mart Husanov Toshkentda. Husanovning kutib olinishi va blogerlarning qurshovi, Mercedes-Benz G-Class kaliti va bloger Abdurahmon Fozilovning Chexol sovg'asi, shaxsiy merimi marosimi va to'ydan avvalgi romantik tadbir. Ta'siri: ushbu yuklama faqat vaqtni emas, balki tiklanish imkonini ham olib qo'yadi. Husanov terma jamoaning birinchi kungi mashg'ulotiga qo'shila olmadi. Muntazam ijtimoiy faollik, ayniqsa qalbaki qiyofa saqlash, ya'ni hammaga yoqish uchun doimiy ochiq va xushmuomala bo'lish miya uchun juda charchatuvchi. Bu qaror qabul qilish qobiliyatini pasaytiradi, ruhiy hordiqning yetishmasligiga olib keladi. 18 mart terma jamoa yig'ilishida sport jurnalistikasiga xos bo'lmagan savollar berildi. Tarmoqlarda tanqid va muhokamalar ko'paydi. Abdurahmon Fozilovning Instagramdagi rolini unutmang. U Husanovni shaxsiy PR kontenti uchun taklif qildi. Selfilar, videolar kontent olish uchun foydalandi. Bu miyaga doimiy yo'q demaslik tartibini yukladi. Ta'siri: ruhiy charchoq, emotsional to'yilish va diqqat pasayishi. Har bir maydondagi qaror bevosita miya faolligi bilan bog'liq. Tadbirlar, nurli muhit va stress uyqu gormoni melatonin ishlab chiqarilishini buzadi. Bu mushak tiklanishi, immun tizimi va umumiy sport samaradorligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. 20-mart Qirg'izistonga qarshi o'yin. Juda yaxshi harakat qildi, ammo o'yindan so'ng suratga tushish, intervyu, muxlislar bilan muloqotda juda uzoq qoldi. 21-mart Navro'z tantanasi. 90 daqiqa futbol, kam uxlashdan keyin ertalab Yangi O'zbekiston bog'idagi ommaviy tadbirga jalb qilindi. Ta'siri: uyquning yetishmasligi va mushaklar tiklanishining buzilishi. Sportchiga navbatdagi kunda kuch qaytarish imkonini bermaydi. Ijtimoiy faolligi yuqori bo'lgan futbolchilarning maydondagi samaradorligi pasayishi kuzatilgan. Futbolchi jismoniy tayyorgarlikka emas, tashqi ko'rinishga, fanatlar bilan muloqotga ko'proq energiya sarflaydi. Bu qarorlarni sekinroq qabul qilish, xatolar va kuch yetishmasligi bilan yakunlanadi. 22-mart Real Madrid formasiga dastxat berishdan bosh tortdi. Bu ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'ldi. Unga nisbatan yana bosim yuzaga keldi. Eronga qarshi o'yin. Termadagi eng past reyting charchoqning natijasi. Psixologik charchoq, ortiqcha yuklama va uyqusizlik, buning barchasi uning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Xo'sh, bunday hollarda nima qilish kerak? Futbolchining vaqti va himoyasi hurmat qilinishi kerak. Tashkilotchilar, blogerlar, muxlislar har kim istagan paytda unga yaqinlasha olmasligi lozim. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi PR faoliyatini tartibga solishi kerak. Futbolchining shaxsiy hayoti, mashg'ulotlari va ijtimoiy tarmoqlari bir-biri bilan to'qnashmasligi zarur. Image maker yoki media manager kerak. Husanovga o'xshagan yulduzlar himoyalangan shaxs bo'lishi kerak. Har PR posti sport natijasiga ta'sir qilishi mumkin. Futbolchiga PR qurboni sifatida qarash katta xatodir. Abduqodir Husanovning bir haftalik voqealari har bir kichik kontent ortida qanday salbiy oqibatlar bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi.
Ilmiy tadqiqotlar shunga ishora qilmoqda. Ortiqcha ijtimoiy yuklamalar sportchiga maydondagi natijaga erishishda to'siq bo'ladi. Balans muvaffaqiyatning yagona kafolati. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi va Abduqodir Husanov bilan bog'liq holat blogerlarning bemalol futbolchilarga yaqin bo'lib, ularga ortiqcha ruhiy yuklamalar paydo qilish bo'yicha qalampiruz mutaxassis fikriga qiziqdi. OFAning vazifalariga to'xtalsak, albatta ularning vazifasi o'yinchining xavfsizligini ta'minlash. Lekin OFAda professionallar ishlamaydi-da. Aks holda bunaqa narsalarga yo'l qo'ymas edi. Chunki ularning o'zi ham Instagram yulduziga aylanib qolgan. Aftidan bu narsa ularning o'ziga ham yoqadi. O'zini hurmat qiladigan tashkilot rahbarlari bo'lganida fanatlarni-yu tanishlarni hatto maydon maysasiga yaqinlatmasdi. Bu blogerlar terma bilan hatto bitta avtobusda, bitta samolyotda, bitta mehmonxonada yuradi. O'zbekni andishasi bor. Futbolchilar aka bizni tinch qo'ying deyishga yo qo'rqadi yo uyaladi. Boshqa biror bir mamlakat terma jamoasi fanatlarining o'yinchilar bilan bu darajada yaqin bo'lib yurganini uchratmaysiz. Babayan ham bu narsalarga qattiq e'tibor berardi. U ham termaga tashqi omillar xalaqit berishiga yo'l qo'ymas edi. Huquqshunos Zafar Solijonov ham Husanov bilan bog'liq holatlarga va uning atrofida Fozilovga o'xshash blogerlarning izg'ib yurishiga huquqiy jihatdan baho berdi. Futbolchimiz Abduqodir Husanov va oxirgi paytlar uning atrofida paydo bo'lib qolgan kana deymizmi, parazit deymizmi, shunaqa blogerlar masalasida gapirmoqchiman va bir ikkita huquqiy maslahatlarim bermoqchiman. Odatda muvaffaqiyatga erishganingizdan so'ng shunaqa insonlar atrofingizda paydo bo'ladi. Ya'ni men seni katta qilganman, men seni boqqanman, men seni fanating bo'lganman, tug'ilganingdan beri kuzataman, boqingdan hammasi ma'lum edi va shu kabi o'zini gaplarini bildiradi va sizdan, nomingizdan, yuzingizdan imkon qadar foydalanib qolishga harakat qiladi. Bunaqa holatlarda menejerlari, Abduqodirning menejerlari, menimcha City'dagi holatlar, City'da Angliyadagi holatlar va boshqalar hisobini olishgan bo'lsa kerak, lekin O'zbekistondagi holatlarda o'zlariga o'sha PR agentlik, ya'ni reklama masalalarida shular bo'yicha PR agentlik yo'llash kerak deb hisoblayman va o'rtada shartnoma tuziladi. Abduqodirning imkon qadar xohishlari, imkoniyatlaridan O'zbekistonda necha kun bo'lishi va boshqa holatlarni hisobiga olib shartnoma tuzishadi. Uni yuzidan foydalanish qancha ularda haqqi bo'ladi, boshqalar bo'ladi. Agar uni yuzidan noqonuniy foydalanadigan bo'lsa, misol kelib turib, hali yoqilg'isi bo'ladimi, yog'i bo'ladimi, baloni bo'ladimi, boshqasidan foydalanish holatlarini oldini olish uchun ham shunaqa shartnomalar tuziladi. Agar shartnoma buziladigan bo'lsa, o'sha PR agentlikda yuristlar ishga tushadi. Sen noqonuniy foydalanding. Mana bizda Abduqodir bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnomamiz bor. Bunaqa holatlar bizga tegishli deb o'rtadan nima deydi, shunaqa holatlarni oldini oladi, yuzaga kelsa qonuniy javobgarlikka tortiladi, moddiy, ma'naviy boshqa zararlarni undirib berishga xizmat qiladi. Menimcha Abduqodir ham uni menejerlari ham shu holatlarni hisobga olishi kerak deb o'ylayman. Taniqli sharhlovchi Xayrulla Hamidov esa o'yin sharhida bahs davomida o'yini chiqmayotgan Abduqodir Husanovning xatolarini imkon qadar kam gapirishga, futbolchining samarali o'yna olmasligiga albatta tashqi ta'sir katta ekanligiga ishora qildi. Abduqodir Husanovning mana shu Toshkentdagi sarguzashtlari baribir ta'sir qildi. Buni ko'pchilik aytayapti. Toshkentga kelishidagi Abduqodirning mashina bilan bo'lgan voqeasi boshqacharoq negativ effekt berib yuborganda ular to'g'ri xulosa qilishdi va intervyular endi bu intervyularda jurnalistlarning chekiga tushdi ko'proq tanqidlar. Keyin esa Abduqodir Husanovning yetarlicha dam olmagani butun o'yin davomida sezilib turdi. Va sharh davomida men Abduqodir Husanovni ko'proq alqaganimning asosiy sababi shundan o'zimcha hali sharhlovchi sifatida chiqarmoqchi bo'lishga urindim. Tahlilda ana endi sovuq bosh bilan bemalol gaplashib o'tiraveramiz, lekin sharhda juda ko'p holatlarni hatto yashirishga ham to'g'ri keladi. Ana shu yashirish asnosida Abduqodir Husanovning ba'zi harakatlarini boshqa futbolchilarning qahramonligiga qaraganda ko'proq maqtadim, ko'proq alqadim. Chunki unga shu daqiqalarda nimagadir yordam kerak edi. To'g'ri, Abduqodirda ham ikkita vaziyat bo'ldi, qaytargan vaziyati, lekin pozitsiyalarni yo'qotishda, ayniqsa Tarimining golida butunlay qayerga borayotganligini ham bilmay qolganligi. Istalgan futbolchi jismoniy holatini ozgina tashlab yuboradigan bo'lsa, bu o'yinda yaqqol seziladi. Shuni bilib olishdi. Abduqodir Husanov hozirgi kunda turli vaynerlar va blogerlarning e'tibor markazida turibdi. Kerak bo'lsa ular bilan og'ayina. Agar choyxonada birga oshlamayotgan bo'lsa, juda yaqin. U haqda turli kontentlar tayyorlanib, masxara nomus videolar ham olinmoqda. Bunday holatlarga duch kelganda futbolchilar ba'zi strategiyalarni
qo'llashlari tavsiya etiladi. Rasmiy imijni nazorat qilish: har bir futbolchi o'z ijtimoiy tarmoqlarida o'z faoliyatini professional darajada olib borishi lozim. Tanqidlarga javob bermaslik, mish-mishlarga yoki blogerlarning manipulyativ xabarlariga rasmiy javoblar bermaslik, faqat natijalar bilan gapirish, PR mutaxassislari bilan ishlash. Futbolchilar o'z imijini himoya qilishi uchun professional PR mutaxassislarini jalb qilishlari kerak. Ijobiy kontent yaratish: o'z sahifalarida futbolga oid motivatsion va ijobiy kontent joylashtirish. Ushbu strategiyalar orqali Abduqodir Husanov kabi yosh futbolchilar o'z obro'sini himoya qilishi mumkin. Dunyodagi mashhur futbolchilar ham doimo jurnalistlar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining bosimi ostida bo'lgan. Ularning tajribasi o'zbek futbolchilari uchun foydali bo'lishi mumkin. Lionel Messi mish-mishlarga e'tibor qaratmaslik va faqat natijalar orqali javob berish taktikasidan foydalanadi. Cristiano Ronaldo ba'zan rasmiy bayonot berib, ammo asosan o'z muvaffaqiyatlari orqali manipulyatsiyalarga barham beradi. Kylian Mbappe o'z sahifalarida sport rivoji va jamiyat uchun foydali loyihalar haqida yozish uchun foydalanadi. Neymar Junior asosan tijorat va futbol faoliyatini targ'ib qilib, ortiqcha tortishuvlardan qochadi. O'zbek futbolchilari ham mana shunday tajribalarni o'rganib, o'z brendini to'g'ri boshqarishni o'rganishlari lozim. Agar yosh o'zbek futbolchilari ushbu strategiyalarga amal qilsa, nafaqat maydonda, balki ommaviy axborot vositalarida ham o'z obro'sini saqlab qolishi mumkin. Va yana unutmaslik kerak, ularning o'rni ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda va reklamalarda emas, maydonda. Maydon o'zidan uloqtirgan sportchini esa na muxlis, na ommaviy axborot vositasi, na o'sha blogerlar tan oladi. Husanovning o'yini chiqmaganiga to'laqonli aybdor sifatida blogerlarni ko'rsatish biroz noto'g'ridir. Ammo sabab va sababchilar doim bor. Hammaning, ayniqsa bloger va muxlislarning Husanovga bemalol yaqin bo'la olishiga to'sqinlik qila olmagan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi, futbolchining agenti va agar bo'lsa Husanovning imij mekeri, bu tahlilimizni albatta ko'rib chiqishi kerak chog'i. Ana shunaqa gaplar o'sib kelayotgan yosh futbolchilarni ijtimoiy tarmoqdagi kontenti uchun qurbon qilib yuborayotgan blogerlar, O'zbekistondagi asosiy futbol tashkiloti hisoblanmish O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bugun odamlarning sizga bo'layotgan adolatli e'tirozi, mutaxassislarning professional tanqidlaridan to'g'ri xulosa chiqarishingizni istaymiz. Husanov va boshqalar kimningdir yashirin mo'may daromadi va mas'ullarning shunchaki befarqligi qurboni bo'lmasin.